Assalomu alaykum hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yilning 21-aprel sanasida yangi partiya qo'ylarimiz ana yetib keldi. Xudo xohlasa ana shu mana bu endi bizni boqayotgan qo'zilarimiz, urg'ochi qo'zilarimiz. Mana bu yungi borlar esa qari sovliqlar. Demak, sovliqlar ana xudo xohlasa kecha borib tog'ga cho'pon bobo bilan gaplashib, bizga 40 tacha kerak, ayirib berasiz deganimizda, mana bugun 22 tasini ayirib ketirib berdi o'zlari. Nasib bo'lsa, yana agar chiqadigan bo'lsa orasidan yana etib beraman dedi. Bularni faqat endi Alloh xolasa mehr bilan yemlab, tarbiyalab, yunglarini olib cho'miltirib, nasib bo'lsa yemga tashlaymiz. 22 tadan 4 tasini yunga olingan ekan. Qolganlarini esa mana bitta yunga olingan holati. 18 tasini yunga olinmagan ekan. 4 tasini yunga olingan ekan. Bular tog'dan kelyapti. Tog'da rosa o't kam bo'ldi, yog'ingarchilik kam bo'lganligini hisobiga bizning Navoiy viloyatimizda yog'ingarchilik rosa kam bo'ldi. O'shani hisobiga tog'da kecha borib ko'rdik. O'tlar qaytib bo'lgan, o'sha sarg'ayib bo'lgan. Bularni bu yoqqa tashlaganimizga xuddiki bir ariqlarning ichida suv sambil deb tasavvur qilyapti bular. Ana nasib bo'lsa inshaalloh boqishni boshlab yubordik. Bu qo'ylarimizni xudo xolasa 2 oydir, endi 1 oy 40 kunda tayyor bo'lishi dargumon. Shunday ekan 2 oydir, 3 oydir ana boring 100 kun yemga tashlab yaxshilab boqamiz. Inshaalloh bizni kuzatishda davom etsanglar, bulardan qancha xarajat qilib, qancha sof foyda olganligimiz to'g'risida hammalaringizni tanishtirib boramiz. Shu qo'ylar ham tular ekan mana. Xo'p, jonivorlarning aybi 5-6 marta tug'gan, tishlari pastlab qolgan, qari qo'y ekan bular. Men o'zim to'g'risi tishini ko'rib ham farqiga bormayman qo'ydi. Qanaqa bo'lishini, qaysi qari, qaysi ishak. Faqat biz barrani taniymiz, qo'zini. Voy, bu qo'zlarimiz mazza qilishyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.